Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının arzi bilan 2020 yılı Londonda qurilgan Uyghur Sud kollegiyasining 2021 yılı 9 dekabr kuni e'lon qilgan Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ekanligi haqidagi hukmnomasi Irlandiya Kengash palatasida 10 fevral kuni rasmiy muzokaraga qo'yildi va mazkur hukmnoma asosida hozirlab chiqilgan va Xitoydan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini darhol to'xtatish, xalqaro qonun va ahdnomalarga amal qilish, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Şarkı Türkistan'da müstakil tekşürüş elip berişiga yo'l qo'yish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan qaror loyihasi Kengash palatasi tarafidan rasmiy qabul qilindi. Kuzatuvchilar Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasining Irlandiya parlamentida rasmiy muzokaraga qo'yilishini, Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasining xalqaro jamoatchilik tarafidan e'tirof qilinganligining jonliq isboti deb qarashmoqda. Irlandiya Kengash palatasining bu jasur harakati Xitoy hokimiyatini qattiq aloqazoda qildi. Shu kuni Xitoyning Irlandiyadagi bosh elchixonasining bayonotchisi Irlandiya Kengash palatasining mazkur qaroriga norozilik bildirib, atalmish Uyg'ur alohida soti bo'lsa zo'ravon bo'lgunchi tashkilot Dunyo Uyg'ur qurultayining iqtisodiy yordami bilan qurilgan Ossondagi Jongoga qarshi kuchlarning Jongoni qalaymaqon qilish va Jongoga qarshi surkashdagi siyosiy quroli. Bu atalmish sotning hech qanday qonuniy salohiyati va qonuniy asosi yo'q. Sotning atalmish hukmnomasi bo'lsa faqatli Jongoga qarshi kuchlarning o'zi yasab chiqqan bir razil o'yin. Har qanday bir vijdon egisi va aql egisi bunday bir siyosiy tusni olgan shaxsiy hukmnomaga oldinmaydi deb chalvo qildi. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan bugun istansimizga qilgan so'zida Irlandiya Kengash palatasining mazkur qarorni qizg'in qarshi oladiganligini va bu taklif loyihasini hozirlab chiqqan Kengash palata a'zosi Michael McCool apandim boshchiligidagi barliq palata a'zolariga butun Sharqi Turkiston xalqi nomidan alohida rahmat aytadiganligini ifoda qilish bilan birga Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasining tunji qitim bir parlament tarafidan rasmiy muzokaraga qo'yilishining tarixiy ahamiyatga ega zo'r bir hodisa ekanligini, Bunun Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilish masalasida hozirgacha ishkilinib turayotgan hukumat va parlamentlar uchun jasorat baxsh etadiganligini bildirdi. Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasi haqida 10 fevral kuni Irlandiya Kengash palatasida o'tkazilgan muzokara yig'iniga Kengash palatasining rais vakili oilasining Dolan xonim bevosita riyosatchilik qildi va yig'iniga Irlandiya tashqi ishlar ministrligining yordamchi vaziri Thomas Berni apandini o'z ichiga olgan hukumat amaldorlari va ko'p sonli Kengash palata a'zolari qatnashdi. Yig'inda oldi bilan Irlandiya Kengash palatasining a'zosi Michael McCool apandi o'zining Kengash palatasi mustaqil tekshirish korpusining a'zolari bilan birlikda hozirlab chiqqan Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasiga tayangan loyihasini tunishtirib o'tdi. Shundaqli Kengash palata a'zolariga Uyg'ur sudi tarafidan 2021 yili 9 dekabr e'lon qilingan va Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sudchisi Jeffrey apandi tarafidan o'qib o'tilgan 63 betlik hukmnoma tarqatib berildi. Michael McCool apandi so'zida yana Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasining mazmuni haqida mutafsiliy izohat berib o'tdi. Kengash palatasidagi muzokara yig'inida so'z olgan palata a'zolari Uyg'ur sud kollegiyasining Birleşken Devletler Teşkilatı irqiy ayirmachilikning oldini olish xalqaro ahdnomasining moddalariga zich tayangan holda ko'p taraflamalik dalil isbotlar, guvohchilar, shohidlar va Xitoyning o'zining bir qism hujjatlariga asoslanib turib, Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarga yurgizayotgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini qonuniy asoslar bilan dalillab chiqqanligini, navbatda Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkistonda ilib berayotgan qilmishlarining Uyg'ur sud kollegiyasining hukmining to'g'ri ekanligini ko'rsatib berayotganligini, shunga Irlandiya Kengash palatasining Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasini asosiy dalil qilib, Xitoy hukumatini irqiy ayirmachilikning oldini olish xalqaro ahdnomasining ruhi bo'yicha javobgarlikka tortish lozimligini ta'kidlashdi. Irlandiya tashqi ishlar ministrligining yordamchi vaziri, palata a'zosi Thomas Berni apandin qilgan so'zida Xitoyning navbatda Uyg'urlarga qarta yurgizayotgan jinoiy qilmishlaridan qattiq andisha to'yayotganligini ifoda qilish bilan birga o'zining Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasini muayyanlashtiradiganligini va e'tirof qiladiganligini ta'kidlab o'tdi. Dünya Uyg'ur qurultayining arzi bilan 2020 yili Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining 2021 yili 9 dekabr kuni Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizayotdi deb hukm chiqarishi xalqaroda intayin zo'r inkas qo'zg'agan edi. Hukm e'lon qilinib, ertasi Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq kengashining bayonotchisi Robert Kovli janvada o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida muxbirlarga qilgan so'zida Uyg'ur sud kollegiyasi to'plagan Uyg'ur vaziyati haqidagi uchurlarning kishini to'liq tashvishga soladiganligini bildirgan. Uyg'ur sudi Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa musulmon osonliq millatlarning vaziyatiga munosabatli kishini to'liq tashvishga soladigan texmi ko'p uchurlarni oshkorladi deb ko'rsatgan edi.
Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasi e'lon qilingandan keyin ba'zi hukumatlar, parlamentlar, qonun organlari va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari mazkur hukmnomani Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga munosabatlik eng muhim qonuniy asos sifatida foydalanib kelmoqda. Uyg'ur sud kollegiyasining 63 betlik hukmnomasida yana Xitoy hukumati tarafidan Uyg'urlarga qarata o'tkazgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarga Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Shi Jinping, atalmış Uyg'ur Abdunum Rayliq Partikumining sobiq sekretari Chin Chuangu qatorliqlarning bevosita javobgar ekanligi bildirilgan edi. Dünya Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur sud kollegiyasining bu haqdagi hukmini asos qilgan holda Xitoy rahbarlarini jinoiy javobgarlikka tortish uchun Argentina sotiga arznoma sunishga hozirlanmoqda. Argentina sotiga Uyg'ur sud kollegiyasida guvohlik bergan ba'zi shohid guvohlik berishga taklif qilinadi. Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi London shahridagi Süzgüchlar oshqushi tashkiloti tarafidan 10-fevral kuni o'tkazilgan Beijingning cheklamasi va Yevropaning Uyg'urlar masalasida o'rnidan dast turishi degan temadagi to'r muhokama yig'inida qilgan so'zida navbatdagi Yevropadagi Uyg'urlar, bo'libmi davlatsiz salohiyatda turayotgan Uyg'urlarning to'xtamasdan Xitoy hukumatidan kelayotgan tahdidlarga uchrayotganligini tilga oldi. Onun fikricha Xitoy hukumati necha 10 yildan buyon qo'llanib kelgan urug' tuqqanlarni tutqun qilish orqali boshqalarning ovozini o'chirish diplomatiyasi Yevropada ko'plagan Uyg'urlarni ansizlikka giribtor qilmoqda ekan. Xitoy hukumatining uzun qo'li navbatda Yevropaning hamma yeriga so'zilib demokratiyani vayron qilish, xalqaro soqchi tashkilotini kontrol qilib olish, iqtisodiy jihatda hukumatlarni kontrol qilish va besim qilish deganlar bilan mashg'ul bo'lmoqda ekan. Suhbat riyosatchisi Filo Marks xonim o'zi biladigan Uyg'ur qiz cho'konlarining qismatlaridan misol elish orqali bu vaqtdagi ahvollarni tonishtirib o'tdi. Shuningdek, Sharq Turkistonda qirg'inchilik davom qilayotgan hamda hech kim xotirjam yotanmaydigan bir vaziyat shakllanganda Yevropadagi Uyg'urlarning ansizlikdan xoli bo'lolmayotganligini, Xitoy hukumatining ta'siri Yevropada o'z kuchini ko'rsatib, Yevropaning qimmat qarshi va demokratiyasiga eg'ir xirslarni paydo qilayotganligini bayon qildi. U Yevropada nima uchun Uyg'ur qirg'inchiligiga nisbatan undoq kuchli inkosning o'ttirga chiqmayotganligi haqidagi savolni yig'in ahlining diqqatiga sundi. Yig'in ishtirokchilaridan Angliya parlamentining a'zosi Nusrat G'ani bu masala haqida oldi bilan o'z qarashlarini sharhlab o'tdi. Uning fikricha Yevropadagi har qaysi davlatlar demokratiya asosida barbod bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoyda zodi nimalarning bo'layotganligini unchun cho'nqur tushunmaydi ekan. Yana kelib Yevropa davlatlarining Xitoy bilan bo'lgan munosabati ko'p qirliq va murakkab ishkan. Yana bir yoqdan Xitoy hukumati turli yo'llar orqali Yevropada Uyg'urlarning obrazini xunuklaştirishga alohida zo'r kuch chiqarib kelmoqda ekan. Shunga Osiyo davlatlari Xitoyni tushungan bilan Yevropaning Xitoy haqidagi umumiy tushunchisida bek cho'ng o'zgarish paydo bo'lgani yo'q. Bu jihatda Dunyo Uyg'ur qurultiyi Yevropa davlatlarida Uyg'urlarning haqiqiy ahvolini hamda Xitoy hukumatining tabiatini anglitishda nihoyatda ko'p tirishchanlik ko'rsatib kelgan bo'lsa-mu, Yevropa davlatlarida yanada zo'r gumon mavjud. Shu sababdan qirg'inchilikning mavjudligini ko'p kishilar qabul qilolmay kelmoqda ekan. Dolqun Aysa apandim so'zida parlament a'zosi Nusrat G'anining yaqinqi mezgillardan izchil adolatni himoya qilishda ching turib kelganligidek oliy janobligi va jasoratiga opirin o'qish bilan birga bu jihatdagi ahvol to'g'risida qisqacha ma'lumot berdi. Bu vaqtda so'z bo'lganda Koda hikoyalari to'rining xodimi Isabella Kokurl xonim Norvegiyadagi Uyg'urlarning ahvolidan misol olgan holda ba'zi ahvollarni tunishtirib o'tdi. Onun bayon qilishicha Xitoy soqchilari Norvegiyadagi Uyg'urlarning vatandagi urug' tuqqanlarini tutqun qilish orqali ularni qo'rqitishga urinmoqda ekan. Ular yana bu Uyg'urlarning ba'zilari ustidan Norvegiya doiralariga material sungan. Ammo sarson bo'lib yurgan bu Uyg'urlar soqchilar chaqirib kelib ahvol egilganda o'zlarining e'tiqodlarini moddiy isbotlar bilan isbotlab berishga ilojsiz qolgan. Yana bir yoqdan Xitoy hukumati navbatda Uyg'ur sud kollegiyasining a'zolariga qo'rqoq selishni boshlab o'tgan. Bo'lib Xitoy hukumati turli yo'llar orqali yolg'on uchur tarqatib, Sharq Turkistondagi qirg'inchilikni, majburiy emgakni, shuningdek lager sistemasini yolg'onga chiqarishga zo'r kuch chiqargan. Bu Yevropa siyosiy sohasini ishkilantirib qo'yayotgan bir muhim omil bo'lib qolgan. Bu vaqtdagi ahvolga qarab chiqilgandan keyin Yevropa davlatlari bunday oshkora xirislarga duch kelayotgan Uyg'urlarni himoya qilishda texmo ko'p ishlarni qilish kerakligi ta'kidlanib, bu jihatda Angliyaning nimalarni qila olishi haqida savol o'ttirg'i qo'yildi. Dolqun Aysa apandi bu vaqtda fikr qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirib qolmasdan navbatda o'zlarining kommunistik qimmat qarashini Yevropaga kengaytirish, shu orqali Yevropadagi demokratiyani halok qilish hamda Yevropani o'zgartirishga urinayotganligini eskartib o'tdi. Onun fikricha bu jarayonda Xitoylarning Yevropadan texnika o'g'irlashimi avj olmoqda ekan. Xitoylarning tabiatini bekmo yaxshi tushungan Uyg'urlar va Tibetlar bu vaqtda Yevropani ko'p qitim ogohlantirgan bo'lsa-mu, ularning Xitoy haqidagi gumonida texi undoq zo'r o'zgarish paydo bo'lmagan. Bunday ahvolda Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarga Xitoyning tabiatini texmi yaxshi tonishtirish bekmo muhim ekan.
Shuning bilan birga Yevropa davlatlarining bir yoqidan bosh chiqarib Uyg'ur qochqinlarga, jumladan Idris Hasanga o'xshash 3-bir davlatdan Xitoyga qaytarilish xavfiga duch kelayotgan Uyg'urlarga, shuningdek Tailandda yil-yillab qamoqxonada yetayotgan Uyg'urlarga ega chiqishi bekmi muhim ekan. Angliya parlamentining a'zosi Nusrat G'ani xonim Xitoy hukumatining tahdidlari qatorida ularning o'ziga jazo qo'yganligini tilga oldi. Uning fikricha Angliya hukumatini Uyg'ur musofirlarga panohlik berish sonini oshirishga qoyil qilish navbatda bekli muhim ekan. Ular hozir bu masalada Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan bir qator ishbirligi qurayotgan bo'lib, bu ahvol ayni vaqtdagi Yahudilarning Yevropada qosh-qosh bo'lgandagi ahvoliga bekmi o'xshab ketadi ekan. Dolqun Aysa apandimning qarashicha o'tgan 30 yil jarayonida Yevropa davlatlarining Uyg'urlar haqidagi tushunchisida g'oyat zo'r o'zgarishning borligiga kelganligidek reallik amaliyoti Yevropaning Xitoyni tushunishida ma'lum bir bosqichning tamom bo'lganligini ko'rsatdi ekan. Shunga ularning Xitoy bilan bo'lgan kelgusidagi munosabatida Uyg'urlar masalasining muhim o'rin egallashiga qarata yanada zo'r darajada umid bor ekan. Ma'lum bo'lishicha, Yevropa davlatlari Xitoy bilan bo'lgan munosabatni qanday davom qildirish masalasida ko'p qitimlab muzokaralarda bo'lgan bo'lib, bu masala hozir har darajalik hukumatlar astoydil o'ylashayotgan temalardan bo'lib qolmoqda ekan. 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasining ochilish marosimida Xitoy doiralarining Dilnigar Ilhomjon ismli bir Uyg'ur tanharakatchini olimpik mash'alni ko'tarishga o'rinlashtirishi Amerika Xitoy orasidagi diplomatik so'z urushiga sabab bo'ldi. Dilnigarning Xitoy tarafidan mash'al ko'tarishga o'rinlashtirishi xuddi 1936-yili Yahudilarga qirg'inchilik qilayotgan Nassis hokimiyati sohibxonligidagi olimpik musobaqasida bir Yahudi ayolni mash'al ko'tarishga o'rinlashtirganiga o'xshatilib zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Bu vaqa Twitter qatorliq ijtimoiy taratqulardan sirt New York vaqti gazeti, BBC, Washington pochtasi, CNN va shuningdek boshqa nurg'un xalqaro cho'ng axborot vositalarida bas-basda xabar qilingan. Hatto Amerika Oqsaroy bayonotchisi Jin Saki 7-fevral kuni voqeaga inkos qaytarib, bir Uyg'ur qizining olimpik mash'alni ko'tarishga tanlanganligi Uyg'urlarning qirg'in qilinayotganligidek reallikni yushirib qolinmaydi. U joyda qirg'inchilik bo'layotganligi uchun hukumatimiz diplomatik o'makni musobaqaga avatmadi degan. Xitoyning tashqi ishlar bayonotchisi Zhao Lijian bo'lsa 9-fevral kunidagi axborot yig'inida Amerika Oqsaroy bayonotchisi Jin Sakining so'ziga inkos qaytarib, Beijing qishliq olimpik tanharakat musobaqasining ochilish marosimida kim asosliq mash'alchi bo'lishi normal o'rinlashtirish, Amerikaning mas'uliyatsiz so'zlarni qilib aralashish huquqi yo'q degan. U yana Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini inkor qilib, bu degan Amerika paydo qilgan asrning yolg'onchiligi. Amerikaning qishliq olimpik tanharakat musobaqasini siyosiylashtirish va Xinjiangga munosabatlik masalalar orqali Xitoyni yomon g'araz bilan tullashda qabih muddaosini to'liq oshkorlaydi deb bildirgandan sirt, yana Amerikani tarixda indiyalarni qirg'an deb hujum qilgan. Xitoy hukumatining Uyg'ur qizi Dilnigarni eng asosliq mash'al ko'taruvchilarning biri qilishi kishilik huquq aktivlari davatgan irqiy qirg'inchilik olimpikiga kuchli diqqat tatgan bo'lib, u Uyg'urlar masalasining yanada keng to'nilishiga yo'l ochgan ekan. Uning ustiga Xitoy hukumati tarqatgan tashviqot rasmidagi faxrli ko'z yoshlari ichida Dilnigarning olimpik mash'alni yiqishini ko'rayotgan urug' tuqqanlar orasida erlarning bo'lmasligi Xitoy hukumatining Uyg'ur erlarini ijtimoiy hayotdan tozalab yo'qotayotganligidek masalaga diqqat tortgan. Chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilarining qarashicha Dilnigarni mash'al ko'targizish orqali Xitoy o'zini oqlash niyatiga yetolmayli qolmay, aksi irqiy qirg'inchilikni texmo oshkorlab bergan. Yaqinda Amerika Kengash palatasining sobiq a'zosi va hozirgi Reagan instituti davlat rahbarlik kengashining raisi bo'lgan Jim Talnit apandi Amerikaning Davlat obzori nomli jurnalda Xitoyning Uyg'urlarga ziyonkashlik qilishi, uning cho'ng iqtisodiy planining bir qismi mavzuliq bir bocha maqola e'lon qilgan. U maqolasida Xitoy hukumati Uyg'urlarga azaldan besim qilib kelgan bo'lsa-mu, biroq 2016-yilga kelganda yuqori fan texnikaning yordami bilan Uyg'urlarga misli ko'rilmagan darajada bostirish elib borganligini tafsiliy tushuntirgan. U Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmini 21-asrdagi eng cho'ng kishilik huquq dafsandachiligi deb atagan. U buning sababini mulohiza qilganda, uning yolg'iz Xitoy hukumatining vahshiyligining natijasi bo'lib qolmasdan, balki uning Xitoyning iqtisodiy planining bir qismi ekanligini alohida ta'kidlagan. U bu vaqtda monolarni bildirgan. 2016-yilda Xitoy Kompartiyasining bir balvoq bir yo'l qurilishi boshlandi. U Xitoyning dunyodagi har qaysi davlatlarning ul aslaha turlariga mablag' silish programmasi bo'lib, Xitoy uchun intayin muhim. U Xi Jinpingning hal qilg'uch plani bo'lib, Xitoyning chet el bozorlarini egillash, boyliqlarni qizish, muhim chet el portlari va chet el texnika ul aslahalarini kontrol qilish, shundaqli iqtisodiy afzallik yaratish talablarini imkon bilan ta'minlaydi. Bir balvoq bir yil qurilishining bir muhim maqsadi Xitoyning O'rta Osiyo orqali Yevropa bilan bo'lgan iqtisodiy va siyosiy aloqasini mustahkamlashdir. Ammo Sharqiy Xitoydan O'rta Osiyoga berish uchun cho'qim Xitoyning eng g'arbidagi ziminidan o'tish kerak bo'lib, bu Uyg'urlar uchun bir baxtsizlik edi. Abdur Jim Talnit mana bu sababdan Xitoyning o'ziga bo'lgan sadoqatiga azaldan ishonmay kelgan va Xitoy bilan butunlay farqli madaniyat ham diniga ega bo'lgan Uyg'urlarni bir balvoq bir yil qurilishi ustidan tozalab chiqarib o'tmoqchi bo'lganligini bildirgan. U mundaq degan:
Qısqası Uyg'urlar mana bu yo'lning ustida edi. Uning ustiga Xitoy davlatiga nisbatan ularning hech qanday qimmati bo'lmag'achqa, insoniyatning izzat hurmatiga hurmat qilmaydigan bu hokimiyat tarafidan eng unumli deb qaralgan usullar orqali, ya'ni yuqori texnikalik ta'qib va zulm vositalari orqali Uyg'urlar bu yo'ldan tozalanyotdi. Abdur Jim Talent maqolasining oxirida Uyg'urlar uchrayotgan zulmning ko'plab o'tirg'i chiqarilishi kerakligini, barliq sohalarning, bo'libmi insonlarga tez ta'sir ko'rsatadigan dangliq shaxslarning, Hollywoodning, xalqaro shirkatlarning va shundaqli tantarbiya sohalarining o'rtaq holda Xitoyga taqobil turishining zarurligini, o'rtaq harakat qilganda Xitoyni tiskinligili bo'ladiganligini eskartgan. 9 fevral kuni Fransiya agentligi Xitoy hukumatining navbatda ig'ir kishilik huquq tafsandachiligi yuz berayotgan Sharq Turkistonni xalqaro qora telish markazi deb tashviq qilayotganligi haqida bir parcha xabar tarqatgan. Xabarda ko'rsatilishicha, Beijing qishloq olimpik musobaqasi boshlanishi bilan Xitoy hukumati Sharq Turkistonni qishloq tanharakatning eng yaxshi manzili sifatida tasvirlashga, hatto qora telish tanharakatining bu rayonda ijod qilinganligini hikoya qilishga boshlagan. Xitoy hukumati yana qishloq tantarbiya kasbini rivojlantirish uchun 157 milliard dollarlik mablag' selishni o'ylashayotganligini jakarlagan. Fransiya agentligining aytishicha, Beijing 2015-yillik qishloq tanharakat musobaqasini o'tkazish salohiyatiga erishgandan buyon davlat ichidagi qora telish maydonlarining soni 4 hassa ko'paygan bo'lib, Sharq Turkistonning o'zida 72 qora telish mehmonxonasi bor ekan. Halbuki Avstraliya strategiyalik siyosat tadqiqot o'rnining sun'iy hamrohsonlik ma'lumot analizidan qaraganda, Xitoy qishloq tantarbiya markazi qilamiz deb jor silayotgan Oltoy rayonining o'zida 12 lager bor ekan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining tadqiqotchisi Maya Wang Fransiya agentligiga qilgan so'zida, Xitoy hukumati Xinjiangda sayohatchilikni tashviq qilib, uni bir Disney bog'chisiga aylantirib qo'ydi. Halbuki rayondagi xalqlarning kimligi va fikr erkinligi butunlay tortib olindi degan. Xabarda aytilishicha, Xitoy hukumati Xitoyni eng chong qora telish davlati qilamiz desimi, ammo mutaxassislar buni amaliyotga uyg'un emas deb qaraydi ekan. Buning sabablari orasida qora telish ul aslahasining nachar bo'lishi, havo klimatining darajadan sovuq bo'lishidan boshqa eng muhimi Sharq Turkistonning kishilik huquq tafsandachiligi yuz berayotgan joy bo'lishi ekan. Mutaxassislar buni tushuntirib, rayonning kishilik huquq xotirasi Beijingning uni qishliq tantarbiya turlarining xalqaro sayohat markaziga aylantirish orzusini amalga oshirishni qiyinlashtiradi. Chunki bunda qishliq tanharakatlar Xitoyning kishilik huquq xotirasini tanqid qiladigan g'arb ellarida moda. Xitoy bilan yaqin davlatlar uning kishilik huquq xotirasini ko'rmasga solgan taqdirdimi, ular qora telishni yaxshi ko'radigan davlatlar emas degan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamiz ko'rishaylik. Ko'rishchaman bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Sen için ey yurtimiz